Merslar Tomanda yo'q. Vaqt endi. O kelyapti Mers. Mana Mers bizga xalaqit berdi. Lekin biz yo'limizdan qaytmadik. Qaytmas bo'ldi. Qaytmas edik. Qaytmadik. Biz jamoa bilan Hayit bayramini o'tkazgan. Hayit bayramini nishonlagan uchun Dengizda qirg'og'iga Spritskaga yo'l oldik. Dengiz chog'lariga. keyin yashayapti. Sho'pirimizga ham farqi yo'q. Bepul olib ketyapti mana. Unchomcha dengizda suzib o'tib ketaveramiz. Sho'pirimiz ham xorvat safhasi. Zo'r joy topmasak bo'ldi hozir. Yuringlar, hayit bayramini birgalikda kutamiz, birodarlar. Bo'lmasam kiyimiga yozamiz, bizga joy topmaydi. Modestel. O'tirishimiz kerak. Yo'l bo'lmasa ish kerak. Ama o o'rmon rahat joylarda o'tiradi. Komiljon. Bunaqa joylarga kelib shunaqa bir-birimizni tanib, bunaqa joylarda chiroyli o'tirishlar qayda. Shu ish yuzasidan bo'lmasa shunchaki bunaqa joylarga kelib olmaydi-da. Mashlarga kerakmikan? Mana shu joyga. Mashlardan tushib, shu borsak bo'lmaydi. Ko'rakchi-da. Mana shu yo'q. Mana hozir joyni ko'raylikchi. Agar ma'qul kelsa, boshdan mana shu qo'yamiz. Şey koyup özümüz ichkariga kiramiz. Qayga? O'nar yoqqami? Sal tekizroq joy ham bo'lish kerak. Hozir tosh bo'lmasdan, ha. Ya deydi, o'tirib bo'lmaydi, nima deydi? Shunaqasi bor joyda. Bo'lmadi deydi, ma'qul kelmadi. Bundan ham chiroyliroq joyga boramiz. Shunday tomon boramiz, mana shu yoqlarga. Mana hozir aka. Endi ikkinchi manzilni ko'ramiz. Ma'qul kelsa mana shu yerda o'tiramiz. Bizga mana shunaqa soyali joy kerak. Sovuqroq shekilli ham. Mana shu yerga borib turgan. Malina. Toshlarni qaranglar. Bunaqa tekkizmas ekan, nima ham? Cha tekkizmas ekan, va? İkinci joyimiz ham ma'qul kelmadi. Endi mana yoqqa boramiz. Katta nozik bolalar ekanmiz. Uncha joy ma'qul kelmayapti. Mana endi 3-joyga yetib keldik. Şey ma'qul keladi endi xudo xolasa. Şu bulamı gel. Bizga o'xshagan bittasi joy qidirib shekilli.
Bo'ldi. Joy topdik. Mana shu yerlarda o'tirmoqchimiz mana shularda. Tekis yaxshi joy ekan. Bu taraf dengiz. Bu tarafda yo'l bor mana. Qalay manzara. Bu narsalarni olib tushamiz. Mana joylashdik, xudo xolasa mana. Mana shu yerdamiz. Mashinani bu yerga qo'ydik. Lampamiz qolib ketibdi. Qalay joy? Qalay? Qalay? Nima deyapti u? Yo'q, hormonga. Yo, salom. Qaydasizlar? Bizmi? Albatta. Yurganchidamiz. Nima qilyapsizlar deb o'zi? Men şey gapiring. O go'sht qilib tushunka go'sht. Oo, nima deyapti bu ovqat ko'rinyapti? Nimadir deyapti, harvacha gapiryapti. Pichoq vash o'tkilligini oladi. Komiljon bugun sog'ilmaydimi, yordam beravermasada? Kechib qol, endi ketaver, uyda yeb qolamiz deymiz ekan. Solib Mana joylashdik, xudo xolasa joylarga. Mana bu ham Hayit bayram her gün sekin. To. Mana go'shtga beto. Mana. Nima deyapti bu ovqat, ha? Mana bayramda shavga. To'mi. Qalay bog'i, ob-havolar. Nima deyapti bu? Ama atmosfera sen git o. Mana shunaqa gaplar. Dam olishimiz davom etmoqda. Mana shu yerda o'tirdik. Maza qildik, o'zim charchoqlar chiqdi. Shunaqa joyga kelib dam olish kerak ekan biz. Havolarimiz o'rtada xolasa. 2 kun qattiq yomg'ir yog'gan ekan, bilmayman, osmonlar ham ochilib ketdi, yomg'ir qattiq isityapti. Endi sekin qaytamiz, xudo xolasa. Dam olishimiz zo'r bo'ldi. Maza qildik. Splitska keldik o'zi. Super jindan uzoqda, mana yoqda qoldi. Narsalar yig'ishtiryapmiz, endi sekin qaytamiz.